Diqqat, ishga qabul qilish bo'yicha e'lon. Joriy yilning 25, 26 va 27 noyabr kunlari Xorazm viloyat qo'riqlash boshqarmasi tomonidan idoraviy jihatdan tegishli bo'lmagan harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'linmalaridagi bo'sh lavozimlarni to'ldirish maqsadida tanlov o'tkaziladi. Nomzodlarga qo'yiladigan talablar: O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishi, yoshi 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lishi, erkak nomzodlar uchun bo'y ko'rsatkichi 178 cm dan baland bo'lishi lozim. Tanlov quyidagi bosqichlardan iborat. Xorazm viloyat qo'riqlash boshqarmasi ma'muriy binosida nomzodlarni ro'yxatga olish hamda shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarini tekshirish. Nomzodlarning sog'ligini belgilovchi 086 shakldagi tibbiy ma'lumotnomani qabul qilish va ularning bo'y ko'rsatkichlarini qayd etish. Jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash va yakka tartibdagi suhbat bosqichlaridan iborat. Tanlovda ishtirok etishni xohlovchi nomzodlar quyidagi hujjatlarni olib kelishlari talab etiladi. Shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar: fuqarolik pasporti va harbiy guvohnoma, diplom va o'rta maktabni tugatganlik to'g'risida shahodatnoma, hududiy tibbiyot bo'limlaridan berilgan 086 shakldagi tibbiy ma'lumotnomani olib kelishlari so'raladi. Manzil: Xorazm viloyati, Urganch tumani, Yuqoribog' qishlog'i. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefonlar 62 kodi bilan 226 0487 226 0481. Eslatib o'tamiz, hurmatli fuqarolar, qo'riqlash boshqarmasining harbiylashtirilgan bo'linmalarga ishga qabul qilish jarayonlari amaldagi qonunchilik normalariga asosan shaffof tarzda o'tkaziladi. Agarda sizdan kimdir ishga qabul qilish jarayonlari bilan bog'liq moddiy manfaat talab qilsa, darhol qo'riqlash boshqarmasining shaxsiy xavfsizlik bo'limi xodimlariga to'g'ridan-to'g'ri yoki 97 kodi bilan 220 1144 raqamlariga bog'lanish orqali xabar berishingizni so'raymiz. Korrupsion holatlar bilan bog'liq ma'lumotlarni taqdim etgan fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari sir saqlanishi kafolatlanadi.